Keyingi yillarda ayrim imkoniyati cheklangan bolalar uyida yoki maxsus maktab-internatlarida emas, sog'lom o'quvchilar qatorida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tarbiyalanyapti, bilim olyapti. Bu mamlakatimizda joriy etilgan inklyuziv ta'lim tizimi imkoniyatidir. Samarqand shahridagi 81-maktabda imkoniyati cheklangan 8 nafar bola ta'lim-tarbiya olmoqda. Maktabda ochiq dars shaklida madaniy tadbir tashkil qilindi. Bugungi tadbir men dunyoni angladim shiori ostida o'tkazildi. Bu inklyuziv ta'lim o'quvchilari ma'naviy ma'rifiy tadbirda o'zining chiqishi bilan, o'yin kulgusi bilan o'zining imkoniyatlarini barcha qismlarini ko'rsatib berdi deya olamiz. Ushbu tadbirni tashkillashtirgan 4-sinf rahbarimiz Dekanova Muhammad Muzaffarovna juda ham jonkuyar, xalq ta'lim a'lochisi ko'krak nishonni olgan o'quvchilariga o'zini bilimini tinmasdan berib keladi. Mana shu inklyuziv ta'limda olayotgan o'quvchilarni ham mana shu Muhammad Muzaffarovna tayyorlagan. Ushbu o'quvchilar o'zini tengdoshlarining orasida bemalol tengma-teng o'zini iqtidorini ko'rsatib bera oldi va hech kimdan kam emasligini buni isbotlab ham berdi ushbu tadbir orqali. Sinfimda imkoniyati cheklangan 2 bola tahsil oladi. Ular 2021-yil shu maktabga qadam bosgan bo'lsa, ilk bor ommaga qo'shilib ketish juda qiyin edi. Ota-onani ham qo'rquv juda ko'p edi-da. Lekin ularni ishontirib, birinchidan mehrini qozonib, bag'rimga bosganimdan keyin u bola meni qabul qildi. Hozir o'tirgan mehmonlar qaysi biri imkoniyati cheklangan bolani topa olmadi. Bayramni birinchi boshlab berishda shu inklyuziv ta'lim olayotgan o'quvchilarim shunaqa chiroyli chiqishlarni qilib berdi. Sog'lom bolalar qatori she'r ham aytishdi, kuylashdi va raqsga tushdi. Men mamnunman. 4 yil ishlagan mehnatim zoya ketmadi. Bugungi kunda viloyatimizning 14 ta shahar va tuman hududida joylashgan 56 ta maktabda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan 97 nafar bola o'qiydi. Bu imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, ularning sog'lom tengdoshlari qatorida ta'lim-tarbiya olib, kelgusida jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun imkoniyatdir. E'zoza Meliyeva, To'lqin Siddiqov, Husan Eltoyev, Zarnews uchun maxsus.